tashrif buyurgan aziz mehmonlar, barcha xonadonda xush ko'rdik va bugungi chiroyli oqshom kelin kuyovlarimizga, kuyovlarimizga muborak bo'lsin. Ilohim maqsaddan nazoratlarga qo'ygan qadaminglar mustahkam baxtlilar bardavom bo'lsin. Davramizni badiiy maydonlariga saltanat ulug'vorlari, kechamizni shoh sultoni, kuyovlarimizni padari buzrukvorlari, volidai muhtaramalari, davra markazlariga Abdumalik amaki hamda Sanoatxon onani davraga taklif etaman. Kuyovlarimizni, do'sti qadrdonlarini, hurmatli qudajonlari va kelin poshshoni xushkelibdilar deb qo'yishganlar, ikkoviz go'zal nomalar ila. Marhamat kelinglar, to'y boshlariga farzand to'ylari muborak bo'lsin. Sanoatxon ona kelorasiga xushkelibdilar deb qo'yishaveradilar. Qudajonlarga kelin kuyovlarimiz baxtli, saodatli bo'lsinlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi o'rtoqlarim va qizimni bolalari. Mana shu bugungi avlodlarga o'g'limning maqomlariga yig'ilganlar. Ularga 2 yoshga baxt, saodat, kelajakda porloq hayot, o'zini o'zi qo'sha qilsin, sog' salomat o'ynab qilishib yurishini Xudo nasib aylasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Aziz uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Xonadonimizga bizni hurmat qilib shunchalik kelganliklaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Javlanbek o'g'lim Allohim marhaban qizim bilan serfarzand sevdavlat bo'lsin. Ilohim o'zlari ko'payib chiroyli hayot kechirsinlar. Baxtlilar ham havas qilsin bularga ilohim. Ikki dunyo saodatini tilayman bolajonimga. Marhaban qizim ham o'z qizimdek mehribon, soliha, chiroyli qiz bo'lsin menga ilohim. Xonadonimizga qadamlari qutlug' bo'lsin.
izli kutli bo'lsin, o'zidan o'zi ko'paysin ilohim. Xudojonlarimga ham rahmat ilohim. Sihat salomat bo'lishsin, farzandlarimizni baxti kamolda birgalikda ko'rib yuraylik. E'tiborlaringiz rahmat. Ashtoqqa to'ylar qutlug' bo'lsin-da. Xudo xolasa kelgusi yillarga hoji tog'a, hoji onani murojaat qilaveramizki, kuyov to'ramiz niyat qilgan, tilay qilgan, akajonlar niyat tilay qilishgani, ularni ham Alloh niyat tilaylariga yetkazdirsin. Endi bugun mana shuncha mehmonlar hurmat qilib kelishdi. Davom osh tashib yurdi. Anjomli mehmonlar qolaversa, kuyov to'ramizning qadrdon do'stlari. Endi farzandlar to'ylaridan esdalik qilamiz. Davraga taklif etaman, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Qani marhamat. Endi hoş geldiniz ya. Davramızın to'yi boshlar. Farzand to'ylari qutlug' bo'lsin. Kuyov jo'ralarini yonlariga bitta hamroh do'stlar bilan taklif etamiz. Chiroyli tilaklari bilan do'stlar nomidan davramiz markazlariga oshiqamiz. Bugungi chiroyli oqshom qutlug' bo'lsin. Marhamat. Davramizda guvohlarimiz do'stim baxt tilayman. Eng yomon kuni shu kunday bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu hamkorlik bo'lgan o'rtoqlar, mehmonlar. Berilgan fursatdan foydalanib, ikki yoshli baxt tilayman. Do'stim, doim baxtli bo'ling. Xo'p, davraga taklif etaman, davramizda do'st qadrdonlar. Marhamat. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Do'stlarimizni do'stlar qadrdonlarini mehr-oqibatlarga hech qachon ko'z tegmasin. Yana bir bora kechamizni Shoh Sultoni kuyovlarimizga hamda xonadon ahllariga bugungi chiroyli oqshom to'y tantanalari muborak bo'lsin. Davramizni badiiy maydonlariga kechamizni Shoh Sultoni kuyovlarimizni mehribonlaridan, xonadon yaqinlaridan Samanjon amaki hamda Abduqahhor amakini davra markazlariga taklif etaman. Samimiy niyatlar ila mehribonlar tashrif buyurishadilar. Marhamat kelinglar, bugungi go'zal oqshom to'y tantana mehribonlarga muborak. Kelinglar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli loyihadagi mehmonlarimiz. Mana jiyanimiz Jo'lan bo'ylari bo'layotgan bu 2 yoshga bundan uzun haq saodat tilayman. Ularga kelajakda nima hozir qilgan o'zinlarga yetishga tilakdoshmiz. Doim umrlari uzoq bo'lsin,
saodati bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. O'g'limizda o'rtoqlari, mahalladoshlar, hammalaringizni bugungi shodona yarimda qizimizni nikoh kechalari bilan sizlarni tabriklayman. Hammalaringizni oldilariga bo'lgan navozilik va hammalaringiz yeb-ichib o'tirishlaringizni, yaxshi o'yin turmush qilishlaringizni so'rab qolaman. Ikkovlariga baxt, saodat, kelajakda yurtdoriga yetgan farzandlarni ko'paytirib, yurtdoriga xizmat qilishni so'rab qolaman. Endi o'ynamayman. Bugun chotaq oyog'im og'riyapti, bahona qilmaymiz, ertadan boshlayveramiz. Qo'l ko'tarib qo'yamiz, hech yo'q qarshi chalib qo'yamiz. Eslaring bo'ladi. Qani ketdik, davramizda to'ymas mehribonlar. To'ylar qutlug' bo'lsin. Bo'lsin, Navbatdagi davra yig'ishlarimiz kuyovlarimizni do'stlik qadrdonlariga yuzlanamiz. Kuyovlarimizni qadrdon do'stlardan samimiy niyatlar uchun, go'zal tabrik qismlar uchun davramizni vadiy maydonlariga Asrorbek hamda Karimjon do'stlarini davraga taklif etamiz kuyovlarimizni. Marhamat kelinglar, samimiy niyatlar ila do'stlik qadrdonlar tashrif buyursin. Davramiz markazida sizlar uchun o'rtasiga do'stlik qadrdonlarga to'y oqshomlari qilib qo'yamiz. Xursandchilik kuningizda birga bo'lib turib sizga tabriklash nasib qilganidan Allohga shukrlar aytamiz. Qolaversa shu bilan birgalikda sizni bugungi tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Yaxshi kunlaringizda har doim yoningizda turish nasib qilsin. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Javlonbek, o'sha kutgan kuningiz keldi. Baxt, omad hech qachon tark etmasin. Ota-onangiz baxtiga, mana shu kelgan kelinimizdan qutli barakatli. Kelasi yillarga o'g'ilmi, qizmi, to'rmi sog' salomat farzandlarni ota-onasi bo'lib yuringlar do'st. Omad biz chetda. Tashakkur do'stlar, qadrdonlar, sizlarga tashakkur. Davraga taklif etaman qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Ana ketdin qo'shib sanchina, ro'dan dinkina, ayki sanchina, ro'dan dinkina, usme erano, chimadu do'sina, 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 usme erano, chimadu do'sina. Rahmat, tashakkur o'ynaganlar, omon bo'linglar. Yodoramiz do'sti qadrdonlar uchun Rasengorgi qo'shiqlar, go'zal taronalar ijro etib o'tildi. Hurmatli mehmonlar, kechamizni Shohsultoni kuyovlarimizni yana bir aziz mehribonlari, ya'ni davra markazlariga akajonlari Nishonbek aka hamda Akramjon akani davra markazlariga taklif etaman. Samimiy niyatlar ila mehribonlar, qadam ranjida qilasizlar, bugungi qutlug'lar muborak bo'lsin. Marhamat. Nishonbek aka. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzlixonaga yig'ilgan aziz mehmonlar, Javlonbek aka, baxt tilayman. Doim o'zingizga niyatlaringizni yetavering. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring aka, ishlaringizga omad tilayman aka. Doim mana shu ammam bilan taomlardan xizmatini qilib,
sog' salomat bo'larkan. Alloh o'zidan qo'llab-quvvatlasin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonimizga yig'ilgan aziz mehmonlar, ukam, o'rtoqlari, hammalarni shu ko'psizlar. Men ukamga baxt tilayman. Qo'shganimni qo'sha qarasin, serfarzand, serdavlat bo'lsin. Ota-onamizni baxtiga doimo sog'-omon bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Xo'p, endi aka, bugun to'y charchoqlarini chiqaramiz. Rosa kutdik. Yetib kelish chiqdi xolasa. Endi davragadagi videomi qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Davramizni mehribonlar. Rahmat, teşekkür ederim. Hamon buraya xonadon ahlilarini yana bir bor ajoyib oqshomlar ila muborakmon etamiz. Kechamizni asosiy mehmonlari kuyovlarimizni bo'lsin qadrdonlaridan Kamoliddin hamda Azizbek do'stlarini davraga taklif etamiz. Marhamat kelinglar, samimiyatlar ila qadrdonlar tashrif buyuring. Yo'llanbek Xo'p, tashakkur. Davramizda do'stlar, qadrdonlar, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Qani marhamat. Xush kelibsiz.
Aziz mehmonlar, davramizni badiiy maydonlariga samimiy niyatlar uchun amakijonlardan taklif etamiz. Abduvohidjon hamda Azizbek aka amakijonlar kelinglar. Davra markazlariga chorlayman. Bugungi chiroyli oqshom to'y tantana muborak bo'lsin. Marhamat. Kelinglar. Abduvohidjon Azizbek aka davra markazlariga chorlayman. Amakijonlardan, mehribonlardan bugun chiroyli oqshom bo'lsin, to'y tantanalar muborak bo'lsin. Davramizni markazlariga xabardor etasizlar mehribonlar. Assalomu alaykum, yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana shu jigarimiz Jonbekning nikoh kecha oqshomlarida kelganlar bilan bir oqshom o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib ularga uzoq umr, baxt, saodat, kelajak hayotlarida doimo hayotlar farqli bo'lish tilakdoshiman. Ilbodan jo'ra. Hammamiz zikrlarga qo'shilamiz. Ayoli bor dunyoda, o'g'il qizlar bor. Dunyo to'yxonadir, go'zal yuzlar bor. Erlarning qalbida muhabbat degan, sevgiga sadoqat degan so'zlar bor. Yo'linga sadoqatli vafoli bo'l, ishlar 5. Kelinglar. Davraga taklif etaman, endi qo'shiqlarimiz sizlar uchun mehribonlar. Davramizni badiiy maydonlariga kuyovlarimizni do'sti qadrdonlaridan Dilmurodjon hamda Muslimbek do'stlarni davraga taklif etamiz. Marhamat, kelinglar, samimiy niyatlaringlar. Qadrdon do'stlar qadam ranjida qilasizlar. Oqshom samovidan keling kuyovlarga niyat tilaymiz. Do'stim baxtliman, doim baxtli bo'ling. Biz baxtliyiz, doim baxtli bo'ling. Shake, 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 shake,
kayga taradı Avuçda seni kimler saradı Avuçda kusurga kimler saradı Zuhur kırgınamı yaradı Avuçda kusurga kimler saradı Zuhur kırgınamı yaradı Akray kayga taradı Avuçda seni kimler saradı
bo'linglar. Alisherjon aka, Muhabbatjon aka kelinglar, xizmat qilgan akalar marhamat. Davraga taklif etamiz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mehmonlar mana bugun Jo'rabekni baxt kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib 2 yoshga baxt tilaymiz. Baxtli bo'lsin xonadonlarda har doim xursandchilik, mana shunday to'ylar bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar, 2 yoshga baxt tilayman. Çok hoşuma mana shu yigitimizga jan cho'kamiz-da bu. Uzoq hamma to'yga chaqirgan insonlar. Qani keling, she'riy bo'lasizlar endi o'zingizga qana marhamat. Davom etamiz. Bugün ikimiz istedik qilamiz endi. Chiroyli ekan, qulluq bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Kuyov to'ra Turingenda bugun chiroyli kun, padanamizlik bor. Qarshingizda shu kuyovjo'ralar bitta qasr ichari qo'ysanglar, kuyov to'ramizni davraga taklif qilsamlar, dadajonlarning yonlariga keling. Bugun chiroyli kun muborak bo'lsin. Ilohim baxtli saodatli bo'linglar. Hamma aytaveradida shu uzoqdan keldi, Andijondan keldi, Qo'qondan kelyapti ekan, Turkmanistondan uylanganlar ham bor, Turkiyadan uylanganlar ham bor. Faqat ko'ngil yaqin bo'lsin. Masofa uzoq bo'lsa ham ko'ngil yaqin bo'lsin. Mehr muhabbat bor joyda oila mustahkam bo'lar ekan. Bugun yana bitta mustahkam oila barpo bo'ldi. Shu O'zbekiston degan bir go'zal yurtni bayroqlarini mustahkam uzoqlarga, yuksaklarga ko'taradigan farzandlar ato etsin sizlarga, kelgusi yillarga inshaalloh. Endi bu yerga chaqirishimdan sabab shu padara buzrukvor bilan bugun bitta chiroyli esdalik dedim. G'ururlari tog'dan-da baland, mehrimga payvand, ilingani novot ila qand deyisharlar. Orib, o'zimni
o'zimni padari buzrukvorim. Topsa gar inlarlar birdan o, farzand uchun fido etgan jon. Qo'llarim qalartirgan ketma, deyisharlar erkalab. Hora orim, o'zimni padari buzrukvorim. Endi chiroyli kun qulluq bo'lsin amaki. To'ylar muborak bo'lsin. Ilohim, xonadonda eng yomon ko'rilgan kun mana shunday bo'lsin. Shu kuyov o'ramizni doimo baxti saodatini ko'rib yuringda. Endi davraga ikkovlaring taklif etsam. Qarab turibman shu to'y boshlangandan buyon kuyov o'ramiz davraga tushganlari yo'q-da. Bugun dadajonim bilan o'ynayman deb niyat qilib qo'ygan ekan, bitta qarshi chalib qo'yasizlar. Davraga kuyov o'ramiz dadajonlari bilan taklif etsam-da, bitta sho'raka qo'shiqlarimiz sizlar uchun esdalik. Hech yo'q qo'l ko'tarib qo'yamiz. Qani marhamat. To'ylar muborak bo'lsin. Wait,
Yine bu sınırlara devam edemez.
Xizmat qilgan akalar, xonadon yaqinlari, barcha yaramasa so'nggi bir to'rtta qo'shiq aytib beramiz ekan, hammaga diniy duogo'ylarni berib aytyapmiz. Qani marhamat, davom etamiz. Zamoniga kadar birga edik. Xush kelibsiz. Zürriyatlarının ahli sağlık, ahli imamlığı, etkodi, İslami okumuşluğu ziyaret, otomalarının hakkına dağlarına fazladan Allah'ın müşahede ettiğini parvayacağım. Allah bu otomalardan ünlerini uzun İslam'ın nukun, tanıdığına saklanın. Bu parvayacaklar terbiye dünya girdiğen otomalarına rahmet, tanıdığına saklanma taraftarlaması diyesin parvayacağım. Hamdiler intifasını bunu yapacaksın, birbirliğini ehli akıbat ediyor. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله محمد وعلى صحبه أجمعين برحمتك.